Sizlar bilan Senior Finance soliq masalalari bo'yicha yangiliklar bilan gaplashamiz. Fakturalar xavf darajasi yuqori fakturalar. Bular nima degani? Postavchi sizga faktura yubordi. U qizil chiziqda turibdi fakturasi. Bu soliq xavf darajasi yuqori hisoblanadi. Siz o'sha fakturani qabul qildingiz, demak siz 24% soliq to'laysiz 12% o'rniga. Nimaga desangiz, kiruvchi indeksni siz zashodga ola olmaysiz va sotganda ham 12% to'layverasiz davlatga. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Buni oldini olish uchun o'sha sizga kiruvchi fakturani qaytarasiz ortga, отказ bosasiz. Postavchiga aytasiz, to'g'rilab qaytadan jo'nat. Soliq xavf darajangni to'g'rilab pastga tushirib, sariq bo'lsa ham bo'ladi. Qaytadan jo'natgandan keyin qabul qilasiz, hammasi joyiga tushadi. Faqat sotgan